can and could. Can you do so? I can do it. Can imkoniyat, qobiliyat va ruxsat bildiruvchi yordamchi fe'l. Can ingliz tilida biror ishni qila olish, qobiliyatga ega bo'lish yoki ruxsat so'rash va berish uchun ishlatiladigan modal fe'l. U har doim fe'lning birinchi shakli infinitiv tursiz ishlatiladi va zamon o'zgarmaydi, ya'ni can har doim bir xil shaklda qoladi. I can speak English. You can use my phone. It can rain today. When I was young, I could run very fast. I was tired last night, but I couldn't sleep. Could Bill and Jenny come to the party yesterday? Ingliz tilida kimdandir nimanidir so'raganda can va coulddan bir xil foydalanadi. Could bilan so'ralganda muloyimlik va hurmatni ifodalaydi. Olgan bilimlarimizni mustahkamlash uchun quyidagi mashqlarni bajaramiz. Videoni pauzaga bosib, avval mashqlarni bajaramiz. Keyin tekshirish uchun videoni qayta qo'yib tekshirib olamiz.